Assalomu alaykum. Oshqozon haqida gapirib bering deyishdi. Xo'p, oshqozon nima o'zi? Oshqozon qanaqa qilib shikastlanadi? Oshqozon qanaqa qilib gastrit, yazva darajasiga kelib qoladi? Oshqozon shunaqa narsaki, avvalambor odamzod har doim aytganimdek, to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri suv ichishdan boshlanadi. Demak, o'z vaqtida ovqat yemadingiz, допустим 8:30 gacha nonushta qilmadingiz, uxlab yotdida 11 da turib, sizda sizni oshqozon devorlaringizda yallig'lanish boshlanadi. Bu yallig'lanish degani shu meditsin tilida sekin-sekin gastrit degani bo'ladi. Keyin yana o'sha o'z vaqtida ovqat yemay, palapartish yeyapsiz, misol uchun ovqat yeyapsiz, ketdan sovuvchi ichib yoki ovqat yeyapsiz, ketdan gazlangan suv ichib. Asosiy oshqozon shikastlanishi mana shu ko'proq muzdagi palapartish ovqat yeyishdan bo'ladi. Bu narsa borib sekin-sekin o'sha yazva deymiz, sekin-sekinki yazvaga olib keladi. Yazva degani nima degani? O'sha oshqozon devorlarida, demak o'sha muzday tushganidan, muzday narsani iste'mol qiladigan noto'g'ri palapartish ovqat yeyilgandan yara paydo bo'ladi. Mana shuning uchun har doim aytaman, 8:30 gacha nonushtani qilinglar. Iloji bo'lsa kechqurun soat 5 dan keyin ovqat yemanglar. Oshqozoningizga ham botadi, boshqa organlaringizga ham zarari bor bu narsalar. Oshqozonni saqlab qolish o'zingizlarning qo'lingizda. Ya'ni iloji bo'lsa muzday narsa iste'mol qilmanglar. Iloji bo'lsa iloqroq mayli. Iloji bo'lsa o'sha og'iz kuyardek emas, shunaqa ovqatni ham, choyni ham shunaqa iste'mol qilsangiz, xudo xolasa sog'lig'ingizni, o'zingizni qo'lingizda, sog'lig'ingizni, oshqozoningizni asrab qolasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bizga obuna bo'linglar. Yana sizlarga nima qiziqtirayotgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketishingiz mumkin. Harakat qilamiz o'sha savolingizga javob berishga. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.